Tak, hammaga assalomu alaykum. Рабочий stolimizda endi bizda kalitni ko'pchilik kalitda muammo bo'ladi, yo yo'qotib qo'yadi yoki ishlamay qoladi. Agar kimda ishlamasa, akalar bizda pultlaringda, mana misol uchun mana shu toshchasi bo'lsa, mana 3 volt toshning darajada tekshirib berish xizmati bor. Mana biz apparatimizga qo'yamiz. Apparatni ko'rsating, necha volt? Mana 3 volt. Buni mana batareykasi hali sog'lom. Agar nobog'da shunday ham misol uchun oshni yoptirar, ishlamasa, toshlarni yangi qo'ysalaringdan bo'lmasa, olib kelsalaring, mana bunaqa yangi apparatlarimizni olib kelganmiz. Shu mashinaning chastotalarini tekshirib beradi. Kimda agar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, hozirgi kunda Chevrolet'larda Gem'ni o'zimizning любой mashinaga shu bitta qolib ketgan pult bo'lsa, ikkita qilib berishimiz mumkin yoki вообще bateriya bo'lsa, shu xudo xolasa tiklab beramiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversa, original kalit ham bor. Mana bunaqa smart kalt kimga kerak bo'lsa, smart kalt ham qo'shib beramiz.